Assalomu alaykum yurtdoshlar va Instagram kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda sotuvga qo'yilgan Cobalt avtomashinasi. Bugungi sanamiz 7-aprel 2025-yil. Mana shu Cobaltcha sotuvda. Yili 2024 avgust oyida chiqqan. Qora tonirovkalar qilingan. Qo'lning kraskasi родной. Bir boshdan obzor qilib chiqamiz. Mashinaga qilingan ishlar tonirovkalari, armalan tonirovka tortilgan. Sonsizlashda plyonkalari qilingan. Oldlarida anaqa qora res oblisovkalar qilingan. Xasta-xustalar yo'q. Tiniq mashina. Yurgan probeklari 6100 km. Poliglar tashab qo'yilgan. Podsvetkalar qilingan. Cobalt yozuvlar. Mashinamiz benzinda. Hech qanaqa gaz o'rnatilmagan. Yili 2024. Narxiga keladigan bo'lsak, 12200, tepasida kami bor. Kelishiladi.